Xo'sh, qadrli do'stlar, unda bo'lsa programmamizni rasmiy boshlayversak, oldi bilan sahnamizga bugungi 3 moyirimizni qizg'in olqishlarimiz bilan taklif qilamiz. Qani, marhamat. Marhamat, moyirlar. Yaxshimisizlar, moyirlar? Sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Yaxshi turdinglarmi? Qarang Javdat, nima degan chiroyli ustamlar. Ha, shu. Bir-biridan kelishgan. Ikki yigitimizning o'tirgan qizil guldan birini qistirib chiqibsizmi? Bizning bu o'g'il ustamlarimizmi bir-biridan kelishgan-kan. Shunday, Bizning bu shunday. qizimizmi nima degan go'zallar? Ana mushunaq chiroyli odamning qo'lidan chiqqan taomi balkim shunday tetimliq Shunday, bo'ldi deb shunday. o'ylayman. Sizlarni qarshi olamiz. Oldi bilan o'zinglarni bir tanishtirib o'tamsizlar. Salam bağlı sözler, Hücayinler, ikrarlık görünmeler, riyasetçiler, hemenlerin müşahit hayırlık olsun. Ben Üzem Kuten'den Yakupcan Bulmen, bu yıl 22 yaş girdim. Can qarshi olamiz. Moyirlarimizni yeyishib bağan sir chiqib ketdi Rosa. Haqiqatan Bizning qaysar bu go'zal qiz. Salam bahalıqçı yetekçi ustazlar, salam karxançılar, salam ekran aldidagi ve naq maydondagi suyumlik aziz ko'rilmanlar, Qashqardan kelgan Atikem Tömürden hammalarga o'tib salam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Rahmat. Salam Bişqadan bağlı tutamlar, salam karxançılar ve ekran aldidagi ko'rilman do'stlar. Hammalarga mendan o'ttiq salam ve ali ehtirom. Men Qashqardan kelgan Azmat Anvar bo'laman. Bu yil 22 yosh chiqdim. Rost xuddi boya siz deganga o'xshash bizning moyillarimizning yeshi borgan sir kichiklab mengyapti. Lekin bularning yeshi kichik bo'lgan bilan bularning qo'lidan chiqqan tamoqlar cho'qim xili kishilar aytolmaydigan taomlar qo'lidan chiqdi deb o'ylayman. Sizlarga bu ishonaman. Unda xo'sh so'rab baqsam, Yoqubjon, 22 yosh kiribsiz. Sizning mushu oshpazlik bilan shug'ullanganingizga qancha vaqt bo'ldi? 3 yıldak oldu. Bu 3 yil jarayonida siz xili narsalarni o'rgandingizmi? Güneldim. Asos jihatdan qaysi tarafni bekarak yaxshi ko'rasiz? Korum cihette. Qo'rim jihatda. O'zingiz bu kasbni qanday qilib tanlab qolgan? Üzümden hem kichikimden qiziqishim var şu aşpazlık sohasiga. Shuning uchun aşpazlikni tanladim. Bunda da bizning go'zal qiz. Atkem, Atkem, sizga qancha yil oldi? Wow. 20 yıl oldu. Voy, 20 yil bo'libdi. Voy, tug'ilganmi? Buni o'tgan. 5 yosh vaqtidan boshlab uyda o'rganganda qilamdi. Atkem kichik chiroy ko'rindi emasmi? Faqat 5 yoshgan. Onda desangiz bo'lmaydi. Yoshgansiz emasmi? Qarashqim shu Javdatniki singlistakli qilib turasiz bo'lmasa. Atkem, siz ayni vaqt qanday qilib mushkasini tanlab qolgan? Men ayni vaqtda şu o'qishga to'liqsidan imtihon berib, imtihondan chaqiriq qog'oz kelgan vaqtda dilim og'rib qolib, shuning bilan o'qiyolmadim. Biz 6 bolacha, men bolaning cho'ngi. Shuning bilan endi o'chaq iqtisodimiz tuvanrak. Dadamni davolatish uchun men o'qishdan to'xtab, endi dadamni baxtim joyida. Endi dadam oshqozon rak chiqib qolgan. Shuning bilan dadamga suyuqsan tomoq etish uchun anamı etdi. Lekin endi biz yerlerimiz ko'p bo'lg'achqa, anam yetishmagan vaqtda men qiladim. Uklarimni qaraydim, shunday qilib, shu asta oshpazlikka bosh qadam olib qoldim. Kiyimmi o'zim bir qiziqib shu ishga. Ham odamning bir kasbga qiziqishi, ham shu kasbga ehtiyoji bo'ldi ekan-ku. Shunday. Shunga endi men mush yo'lni tanlab, mush yo'lda mengib kelyapman. Shundan ko'rib olishga bo'ladiki, Atkem aytdim bir mas'uliyatchan qiz. Shunda. Dadasini davolash yo'lida, dadasini beqish uchun mana mushu kasbga qiziqqan va mushu kasb uchun tirishgan. Endi mushu kasbning mevasini ko'ryapsiz. Hozir o'zingiz mushu kasbni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Mushu sahnaga chiqqanning o'zi mushu kasbning mevasi deb o'ylaymiz, ha? Shundoq. Siz-chi? Men hozir 6 yil bo'ldi aşpazlik qadam qo'yg'ili. Men opamdek tamam o'qishib ketdi-chu. O'qishib ketgachga kichikimdan opamdan tug berib oldim-chu, tamoq yesa tug berib oldim. Ham kichikimdan shu endi bir qiziqish bo'lg'achqim ekan, shunga aşpazlikni o'rgansam deb, qiziqqandan keyin o'rgansam deb shu aşpazlikka qarab qo'ygan. Qaraganda mushu kichikidan qiziqadiganlar yana ayrim kajimo. Mening balamni oshpaz bo'lib qolarmi nima? Men tamoq azamda. Cho'ng o'g'lim kechki yedim kebabchi opam menni yorlamni shaychu men anitaychu deb. Agar u keyin cho'ng o'lgan chaqda oshpaz bo'laman desa men cho'qqim qo'llayman. 10 yildan keyin mush sahnada ko'ramiz, ha? 10 yildan keyin. Bo'ldi, unda bo'lsa biz moyirlarimiz bilan qisqacha tanish. Amsa mushu musobaqamizning texmo adil bo'lish uchun biz
Bizning bağlıq ustozlarimizning biri bo'lgan Luqman ustozni musobaqamizning qoidasini ko'pchilikka tunishtirib berishga taklif qilamiz. Qani marhamat. Unda bo'lsa, mayırlar musobaqaning texmi adil elib berilishi uchun yüzüge nazoratchi ustamlarni tanlaydi. Nazoratchi ustamni tanlash tertibi chek tortish orqali vujudga keladi. Anda bo'lgan bo'lsa, chek tortib yüzüneki nazoratchini tanlawasi bo'ladi. Qani unda bo'lsa, sahnamizga Nazifa ko'z keltirilsin. Marhamat. Keltirilsin. Qani bizning sevimli mayırlarimiz o'zinglarning ta'limini sinab ko'ringlar. Qani Yoqubjon, sizning nazoratchi ustozingiz kimkan? İbrahimcan ustam. İbrahimjon ustam, ha? Otgam sizning kim bo'lib ketgan? Rustemjon ustam. Azmat seningchi? Yunuscan ustam. Ha, mana. 3 nafar mayırimiz sizlarga omad yor olsun. Qozon biz sizlarga qoldik. Qani marhamat. Unda biz mangayliq mayırlar, ha. Biz ketdik Nadira. O'zamsa sizga omad yor olsun. İsim taamlarni hazır etdim. Salam ekran oldidagi ko'rinmanlar, mushotinglar xayrli bo'lsin. Men Qashqardan kelgan Azmat Anvardan hammalarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Mening talon sahnasiga chiqish maqsadim o'zimning talantini joriy qildirish hamda kamchiligimni, yetersizliklarimni bilib olish. Biz talon sahnasiga chiqish bo'lgan jarayonda menga ajr sundirgan ustozim Mavchi Abdukarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemak-ichmak musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Shinjongdagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemak-ichmak madaniyatini avj oldirib, Shinjongning nozik ne'matlarini tonishtirishni bosh tema qilgan. Har millat yemak-ichmak ustalari va yemak-ichmak havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjan içindeki kadimi taamlarını kezip çıkış, yurtumuzun yemek-içmek medeniyetiga töhfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mahir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shunaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Harmag'aysiz, tamoqlarimiz o'xshaganda qildi. Bu tamoqning ismi nima? Boshqa cho'p. Boshqa cho'p. Bu boshqa cho'p boshqa cho'plarga o'xshamamdi ya? Mana reseptlik qilib tayyorlab chiqqan. O'zingizga xos bir xil reseptni ishlatgandan. Ma kapta go'sh o'z bir dora, tuxumlari bor ekan. Tuxum bo'dinlik tuxummi ya? Ha, bo'din. Bo'ldi, unda bo'lsa, oldi bilan bizning shu bog'liqlarimiz tamog'ingizga ig'iz tegib baqsin. Qani bu yoqqa? Çöpek koruması adette her kaysı aşxonalarda ve yoki restoranlarda alayda tamoq turida chiqadi ha. Shundaq. Bu çöpninki mu? Shu ozuqliq qimmati naytimi yuqori? Shunaqo. Bu kaptalarni o'zingiz baqqanmi? O'zing baqqanmi ya? Chaqchaq qo'ydim, albatta o'zi baqmaydi-da. Ya ximirni shuqaq adam kaptan o'zi baqqanda bu ham. Nadira undas bu inimiz aram yetsa, yana bir mayır chiqqan bo'lsa, ha? Bo'ladi, ukam aram yeb turing. Biz sahnamizga 2 nomerlik mayirimizni taklif qilamiz. Qani, marhamat. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemak-ichmak musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Shinjongdagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi.
Programmamız Jonghua yemek-içmek madaniyatini avj oldirib, Şinjanning nozik ne'matlarini tonishtirishni boshlaymi qilgan. Har millat yemek-içmek ustalari va yemek-içmek havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjan işidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemek-içmek madaniyatiga to'hfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shunaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Yaqubcan elimiz bizga tayyorlagan shundami chiroyli ko'rkam bo'lgan tamoq tayyor bo'ldi. Bek go'zal kema tamoq. Shunda buning ismi nima? 美味鲍鱼。美味鲍鱼。今天终于可以吃到鲍鱼了。Unda bo'lsa bu tamoqni qanday qilib mushunda holatda tayyorlashni o'ylab qoldingiz? Buni ijodiyatmizmi bu? Buni qululning qipi deymiz-ku. Mushning ichiga olibsiz-a? Bunun ta'mi-chu. So'la chiqdi. So'la. Bo'ldi, unda xo'sa bizningki pingveylarimiz, bizning bog'liqchi ustozlarimiz tamoqingizga bir eg'iz tegib baqsin. Bir tilozga yayrib o'tdi yanimde. Yarima keydirib o'tdi janimde. Yarima keydirib o'tdi janimde. Japa çektiniz. Lekin bu tamoq sal ozib qopdi-a? Ozib qopdi. Tamog'ingiz bek ko'rkam chiqibdi. Endi buning ta'mi qanday bo'ladi biz bilmaymiz. Yana buningga bizning bog'liqchi ustozlarimiz baho bersin. Unda bo'lsa Yaqubjon birdam aramayib tursiz-da, ha? Yaxshimisizlar, aziz ko'ruvchilar. Qashqar qizi Atikem Temurdan. Hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Men bu qitimqi oshpaz talant sahnasi programmasiga qatnashib, yenilik o'rganib, bilimimni mukammallashtirish uchun keldim. Sahnada ko'rishaylik. Ko'pchilikka rahmat, ustozlar, hammanglarga rahmat. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemek-içmek musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Şinjandagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemek-içmek madaniyatini avj oldirib, Şinjanning nozik ne'matlarini tonishtirishni boshlaymi qilgan. Har millat yemek-içmek ustalari va yemek-içmek havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjan işidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemek-içmek madaniyatiga to'hfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shunaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Bezalgan bu. Ajoyib chiroyli xo'pdi, ha? Qashqar xalqining dasturxonning naqadar mo'llig'ini mashundan nisqisa qo'lamnikin deb o'ylayapti. Rosa. Mana bu yerda biz tatliq turimga eg'iz tegalaydi ekanmiz. Bu yoqda bo'lsa, shundami quvvatli anor suyigimi eg'iz tegalaydi ekanmiz. Yana buningki qidik yong'oq, badam qatorliq bizning quruq mevalarimiz bor ekan. Buni o'zingiz qildingizmi, qo'shnilar bilan qildingizmi? O'zim qildim. Buni qo'shnilar qashqar qolgan. Aytgan, buni yasash uchun xili vaqt ketgandi-a? Ha.
Onun üstüge bununla xeyli güç sərf qılması bolmağıdak. Şundan mı? Bunun bezlişigimi şəxsən xeyli vaqt ketəmi deb oylayman. Nadira bizning iste'mol saviyamiz kundan kunga yuqori ko'tarilyapti-ku. Hozir mana taomlarimizning bezlishimi bir xil odamga huzur bag'ishlaydi. Shundoq. Otkamni g'uljiga olib toz ikkimiz bir jo'zni bezdi, bir o'tirib paranglasak bo'lam nima? Elanning chaqchaqlarini qilib degandek. Buningki tamoqning ta'mi, rangi va bu ishlatgan tahsillardan tortib buningki shundoq gullar bilan bezlishning o'zimi bir san'at turi ekan-a? Shundoq. Nazifa qochquchlar bek yarashqa o'xshamamdi. Nazifa qochquchlar. Bo'ldi, unda bo'lsa, sizningki bu tamoqingizning ismi nima? Bu tamoqning ismi Xanım qizlar yurishlik po'shqonlar. Xanım qizlar yurishlik quvvat po'shqonlari. Unda olsam Nadira eg'iz tegmasa bo'lmaydi ekan ma taomga. Beshida ustozlarning oldiga bir olib o'tib, ustozlarni yong'andan Nadirani bir yo'qlab o'tamiz, ha? Atkam aytaylik unda. Qani ustozlar eg'iz tegib ketinglar. Bek yoqtirdim. Agar fursat bo'lsa, deb keling bir hafta. Yo'q, men o'ylab qoldim. Agar fursat bo'lsa, cho'qim Atikamni ustoz tutib, mush tomoqni qanday tayyorlashni o'rganib olaman. Bo'ldi, unda bo'lsa, sizning tomog'ingizga yana bizningki bog'liqcha ustozlarimiz bahabasin. Qolgan ishga mayirimiz, sahnimizga marhamat. Marhamat. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ko'rayotganinglar Şinjan Odukan Madaniyat tarqitish cheklak şirkati, Şinjan Oshpaziston yemak-ichmak cheklak şirkati birlashib uyushtirgan Urumchi Hayot Soda cheklak şirkati Shaxdam maylari tojdorligini olgan. Şinjan Qo'shnur yemaklik taraqqiyot cheklak şirkati Qo'shnur kasmi cho'plari alayida qo'llagan Shaxdam Oshpaziston talant sahnasi programmasi. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Nadira, bizningki mush moyirlarimizga turdimalning qanday bahsi bor ekan bir anglab baqaylik, ha? Qani turdimalim. Men bir mahirlarga bugun nayti yesh kichik bo'lsa-mu mush sahnaga alayda isil tamoqqa chiqqanligidan mush sahnaga chiqqanligining o'zi bir g'alaba deb qarayman. Uningdan boshqa bugun o sahnada necha minglagan odam ko'rdi ham nurg'ungan ustozlar bor. Buningda ba'zi bir xatoliklarni cho'qim tutish kerak. Men nurg'un shu 20 yil jarayonida o'qituvchi bo'lish jarayonida o'zimning tajribaga asosan mahirlarniki Atikam degan qizninkini boshlay. Avyamyanqa poshkal deb o'tdi. Poshkal emas. O turmal, meg'iz turmal, go'sht turmal, say turmal, asli turmal. Tuxum turmal bo'lish kerak. O poshkal deb etsek ismi o'zgarib ketadi. Birinchisi, ikkinchisi Atikam degan qizninki tamoqning sifati nihoyat yaxshi bo'pti, rangdor bo'pti, ammo xam material bilan pishiq material yiqilish qapti. Uchinchisi, Atikam degan qizniki tamog'ining yaxshi bo'lishidan boshqa, ammo sahnaga Atikam tamoqni rangdor qilibdi, ammo o'zini tang rangdor qilyapti. Bu yemak-ichmak sohasida amaliyotda xonim qizlarimizniki azaldan ustozi onasi bo'ladi, uyda onasidan o'rganadi. Bu qiz balkim ustoz tutib o'rgangan bo'lishi mumkin. Ammo bayamamni aytgan yerda men ko'rmagandan keyin zibizinatni qat'iy taqashib bo'lmaydi. Zibizinat qo'lga bo'lsin, quloq bo'lsin, bizning oshpaz yemak-ichmakda biz bolalarga dars o'tsak, qiz bola bo'lsa zibizinat, o'g'il bola bo'lsa qo'lga soat taqash cheklandi. Tamoq etgan vaqtimizda soat taqash, zibizinat taqash elib etib turmiz. Masayniga shu kamchilik qapti maqizda. Uningdan boshqa bizningki mushu programmani nurg'unlagan kasbiy ustozlar ko'ryapti. Ham bizlar kasbdosh nurg'un oshpazlar ko'ryapti. Mushu sahnaga kelish orzuyi bor. Ham kelolmayotgan yoki vaqt chiqarolmayotgan, kelish petinolmayotgan nurg'un ustozlarni ham taklif etamiz. Ham shu ustozlarningmi ba'zi bir mushu tamoq baholashda biz odillik bilan mushada 6 ustoz baholab ham advokat adil bo'lish uchun tang baholab, tang o'rtaq natija chiqarib adil qilishimiz uchun o'xshamgan holatda nomerlarni qo'yapmiz. Shu sababdan men barliq ekran oldidagi ham naq maydondagi barliq bizlar kasbdosh ustozlarniki mush ishlarning bir to'g'ri tushunishni chin qalbimdan umid qilaman. Oqidan mushu 3 mahirniki teximi bek bizning yeshimiz bog'icha texim ilgirlab, teximi tirishib,
texmi buningdimi cho'ng sahnlarga chiqishni chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Ustoz, rahmat. Naytım yaxshi so'zlarni qilib berdingiz. Unda bo'lsa biz Bargul ustozni so'z qilib berish taklif qilamiz. Qani ishmoyirimizning ifodasi qanday bo'lgandi? Ben bu yerda endi alayda va tilga ilish tegishlik bizning mayirimiz Atikem. Bu tamlamın mana shu oilaga mehmon chaqirgan chaqda bekmi muvofiq keladigan tamla. Shu orqali men yana bir uchurni bizning shu oshpaz ustamliga keng shu oilada jafoliq shu tomoqlarni yaxshi etadigan oila ayollariga shuni bir jakalab qo'ymoqchi. Demak, endi buningdan keyin bizning yemek içmek sohasida zo'r taraqqiyotlar barliqqa kelyotadi. Masalan, soatlik ustam saatiga qarab bir oyliga berib, masalan, mehmon chaqirmoqchi bo'lsa, bir ustal tomoqni tayyorlab berib ketadigan ustamlar degandek, mushumu bir yangi barliqqa kelayotgan bir kasbga aylanyotadi. Şunlaşqa buningdan keyin mushu jihatdanmi izlanib baqsaq, hammanglar zo'r tirishchanlik ko'rsatibsizlar, uning ustiga shundoq yoshkansizlar, sizlarga buningdan keyin texmi zo'r natijalarni qo'lga keltirishingizni umid qilaman. Rahmat, muallim, rahmat. Rahmat. Endi biz alay taklif qilingan ozuqshunos ustozni so'zga taklif qilamiz. Qani, Joe muallim, sizga marhamat. 谢谢。那么今天刚才这一组呢，又是3道菜。第一道菜呢，是我们是那鸽子，是吧？对。鸽子是那种红烧的哈，那特色鸽子面。特色鸽子面。那么它也没有什么造型或者其他这个方面，我也不用说了，因为你这个纯粹是为吃和口感的东西了。口感的东西，我估计评委都评过了，我就从这个营养角度来说吧。这个鸽子啊，它是一种高蛋白和那个。它这种蛋白跟其他禽类不一样的，就是它能转为这种蛋白能转为氨基酸。这种氨基酸呢，这个体弱的人啊，或者说老人、儿童啊，他对滋补比较好。大家知道，一般的做鸽子有很多的手法，比如有烧烤的人，比如喜欢吃烧烤的都吃烧烤，但是烧烤要是跟这个炖煲鸽子汤来相比的话。那煲汤对人的营养价值吸收啊是更好更高，它不挥发那个鸽子的本身那个营养。比如说烧烤的时候，在烧烤过程当中，它会挥发那个营养素，但如果你技术要再不好，然后你在做的裁，你一吃的时候它会塞牙，就是我们管它叫裁，不好。那么如果没有把握的话，最好是做煲汤。煲汤呢，你怎么样做，它都不会失去它的它这个鲜美的和那个口感的问题。第二，它肉质啊。由于汤包着，它会这个很松软，所以呢，小孩老人呢吃呢，它吸收比较好。但这里边有一条就是，那个怀孕的或者发烧的或者消化不良的，最好先不要去吃它啊。咱们再说第二道菜，因为你第一道菜就是一个口感和营养，是不是？那么第二道菜呢，就稍微有一点点的造型了啊，也比较好看了。那么第二道菜好像是鲍鱼，是吧？鲍鱼谁做？你做的吧？刚才我说了一句扣分，吓着你没有？但是你今天很幸运，为啥呢？凡是个扣分的这块人都不打分，到我们这不打分了，只有那边打分。但是什么原因扣分呢？那我再跟您说啊，我不知道前面评委说没说，因为我语言不通嘛，那我只是说了，我就等我再重复一遍。在餐饮里边有一个硬性的东西是什么？其实既简单，今天我跟导演也说了一下。评委在这不是在讲课，他是点到你就明白，一点就透啊！而且甚至你都觉得，哎呦，早没想到这样，因为你的鲍鱼没按人数来去衡量这个问题。因为今天所有的菜，我们这些评委从几道菜大家都能分尝到，但你鲍鱼到这儿后边没有了，那幸好他们不是打分的，其实也是在开玩笑，评委都打完了，不存在数量问题。为什么呢？如果我们在餐饮里边。按位上的，记着按位上的，不管你多少人，或者人中途又增加人了，一定把人数调查好。今天这包间这一桌到底有多少人？然后呢，一定够每一位都要取得。哪管你这一盘说上哈密瓜切了10条，结果人11个人，这10个人把这哈密瓜人吃完了，那个人没有吃的。你鲍鱼就更严重了，鲍鱼是我们它称为软黄金。
而且我们当时在很穷的年代，能吃鲍鱼的人都是很了不起，都是很富有的人，普通老百姓根本都吃不上，甚至吃不起。现在条件好了，大家都可以吃鲍鱼了。所以如果说我们请一桌饭菜，或者领导或者做生意的，你帮家鲍鱼缺了3个，或者正好缺2个，那2个没吃，他不仅是不吃的问题，他会没有面子，那个人在这坐着会很不开心，很没面子的，是不是？但是鲍鱼的营养价值呢，刚才我说了一句，就是说它称为我们海鲜当中的软黄金，它那个营养价值它也比较高。它那个中风的人啊，可千万不能吃它。但是要是喝酒的人啊，吃它没有关系。它它其实鲍鱼里边有20多种那种氨基酸可以分解酒，所以说喝酒的人吃鲍鱼啊，对身体有好处。其实鲍鱼呢，它蛋白质啊，还是维生素也有很多种。但我们在这里呢不是上课，我就简单说的这些啊。还有第3个菜是春卷，是吧？春卷的话，我觉得你这个呢，我就用几个题目概括就行了，因为我觉得你挺丰富的。一呢，创意比较好，啊，造型啊非常好。2呢，营养搭配的也比较丰富。我感觉到，虽然我就吃了1个，但是我感觉你那个卷儿是每个卷儿的内容都不一样，馅儿的内容可能都是不一样，我也不能每个都吃。那说明我们的营养搭配，不管我们是食肉、食菜，它里边呢还有干果，那说明你这个营养搭配面面俱到了，对不对？面面俱到了，就都够了。只要吃一盘你这个东西，营养价值全够了，是吧？第3个呢，你这个造型也好，色彩也漂亮。由于你卷的里边内容不同，你的颜色呢，你的花型呢，它随之也就跟着变了。哎，色彩也出来了，造型也有了，是不是？所以总之呢，我觉得你们今天这几道菜都是不错的。我呢只是说，根据我自己的经验呢，给你们建议一下啊，谢谢。好，谢谢赵老师的点评。Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Yuqorida biz ishmoyirimizning bizga tayyorlagan naytimi esil o'xshagan taomlardan bahuzur huzurlandik. Unda bo'lsa bizning bog'liqchi ustozlarimiz bu ishmoyirimizga qandaroq nomerlarni bergan birlik ko'rib baqaylik. Yoqubjon ukamizga berilgan nomer bo'lsa 8 nomer, 8 nomer, 9 nomer, 8 nomer, 8 nomer, 9 nomer muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin ukam. Bizningki chiroyli qizimiz Atikamningki nomerini bir ko'rgan bo'lsak, Atikamning nomeri bo'lsa 9 nomer, 9 nomer, 10 nomer, 10 nomer, 9 nomer, 10 nomer. Muborak bo'lsin Atikam. Tazimi yuqori nomerga erishdingiz. Endi bizningki Azimat enimizningki, 9 nomer, 8 nomer, 10 nomer, 8 nomer, 8 nomer, 8 nomer. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin Mayirlar. Nomerlaringlar haqiqatan zodi esil, cho'ng katta chiqdi jima. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ko'rayotganinglar Şinjan Odikam madaniyat tarqitish cheklek şirkati, Şinjan Oshpazustam yemak-ichmak cheklek şirkati birlashib uyushtirgan Urumchi Hayot Soda cheklek şirkati Shahdam maylari tojdorligini olgan. Şinjan Qo'shnur yemaklik taraqqiyot cheklek şirkati Qo'shnur kasmi cho'plari alayida qo'llagan Shahdam Oshpazustam talant sahnasi programmasi. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Bulda onda olsa musobaqamizning eng muhim bosqichiga keldik. Yana shu 3 mayirimizning eng oxirgi nomerini e'lon qilgan bosqichga yetib keldik. Musobaqamizning texnik adli elib berilishi uchun Şinjan Subiy advokatlik o'rnining advokati Rahmanjon Olim efendimning natijani o'qib berishga taklif etamiz. Qani marhamat. Marhamat. Bulda shu 3 mayirimizning taomlarini bağlıqçı ustazlar ko'rib tetib bo'lgan ekan, o'zining nomerlarini berdi. Men shularga vakolatdan nomerini o'qib bersam, Azmatcha ustam 66 nomer bilan bugungi maydondagi 3-chilikka erishdingiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Yoqubjon ustam 67 nomer bilan siz bugungi sondagi 2-chi bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Atikam siz bugun 74 nomer bilan Mushsandagi birinchiga erishdingiz. Sizga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mayrimizga muborak bo'lsin. Biz mukofot buyumi taqdim berishga Şinjan Oshpazustam yemak-ichmak boshqarish shirkatining qurg'uvchisi Ershad efendimni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat Ershad efendim.
Her birimizin tam tuygusida bir yenilik var. Endi biz şu karxanchilarimizning bir gapkisi paqayli ya. Bo'ldi. Hoş geldinglar mayırlar. Sizlarning tamoqlaringlarni tetib haqiqatan xush bo'ldik. Texma tirishinglar. Atikem xonim, sizniki haqiqatan turmalaringiz shunday yaxshi chiqibdi. Agar hamkorlashish imkoniyatingiz bo'lib qolsa, xiyolingiz bo'lib qolsa, hamkorlashsak bo'ladi. Qolganini biz o'zingiz bir o'ylashni qiling. Sanda tushgandan keyin bir paranglashaylik. Hamkorlashaylik. Vaa, mana meyildi bir Muborak to'xtam. olsun degan yaxshi ham, yana bir hamkorlik bitdi ya. Unda bo'lsa, turmalar bizga qoldi. Bo'ldi. Unda bo'lsa biz hamkorlashaylik. Ondan sizlarga yana bizning shirkatdan ozroq ko'ngil so'g'imiz bor. Uni qabul qilinglar. O'zar markalik to'g'usti etgan choy, to'g'usti parachugi, o'chkisti parashugi, o'chkisti etgan choy bilan ko'ngilingizga qilamiz sizlarga. Bo'ldi, rahmat. Rahmat sizga. Unda bo'lsa Şinjan Qo'shnor yemaklik chaklik shirkatining qurg'uvchisi Yosinjon apandimning yurak so'zini bir anglagan bo'lsak. Yaxshimizlar mayırlar. Endi o'zinglarningki yeshinglar qilgan vaqtida aslarning qilgan ishinglar haqiqatan odamni qoyil qilgudek darajada yaxshi bo'libdi. Endi men sizlarning programmamizning bundan keyingi sonlarga texmo nadir bo'lgan, texmo sifatli bo'lgan taomlarni ilib kelishinglar uchun Şinjan Qo'shnor yemaklik taraqqiyot shirkati ishlab chiqargan Qo'shnor markasidagi qo'rdoq cho'p, so'men cho'p, lag'man cho'p ham suyuqoshga ishlatiladigan cho'plardan bir yurish so'q qilay. Uningdan boshqa Qo'shnor markasidagi yuyish mas'uliyatlarimizdan har biringlarga bir yurishni so'q qilay. Rahmat. Rahmat. Endi biz Şinjan Bodon Sochak shirkatining qonuniy vakili Rajab Imin apandimni so'zga taklif qilamiz. Bu 3 nefer mahirinin tamak itiş sanayeti cihetinde burunki an'anaviy tamaklarını yenilik yaratish ruhi bilan taraqqiy qildirgan taraflari manga naite obdan ta'sirlanib edi. Shuning uchun ishlashni xohlasa ben bularga yeşil chiroq yiqib berma. O'zaro manfaat yetkazgan asosda hamkorlashishni xohlayman. Rahmat. Her birimizin tam tuygusida bir yenilik var. Ko'rayotganinglar Şinjan Odukan madaniyat tarqitish cheklik shirkati, Şinjan Ashpaziston yemak-ichmak cheklik shirkati birlashib uyushtirgan Urumchi Hayot Soda cheklik shirkati Shaxdam maylari tojdorligini olgan. Şinjan Qo'shnor yemaklik taraqqiyot cheklik shirkati Qo'shnor kasmi cho'plari alayida qo'llagan Shaxdam Ashpaziston talant sahnasi programmasi Her birimizin tam tuygusida bir yenilik var. Bizning ishmoyirimiz mana yuqorida bizning karxanchilarimizning sizlarga bo'lgan taklif fikrlarini, takliflarini anglab o'tdinglar va shundaqla boyaqi shu tamoq o'rindash jihatdagi shu bilimlarni bizningki ustozlarimizdan angladinglar. Ham ekran oldidagi do'stlarimiz muganda deb o'ylaymiz. Shundaq, endi o'zinglar qanday o'ylaysizlar? Shu programmamizning oxirida o'zinglarning qanday yurak so'zlari bor? Hamiz birlikda anglab boqqan bo'lsak. Ben bu sahne yatıp bergen Ashpaziston talant sahnesinde barliq ustozlarga hem de xo'jayinlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, hem de ekran oldidagi barliq ko'ruvchilarga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat. Ben Şinjan Ashpaziston yemak-ichmak cheklik taraqqiyot shirkatini baholovchi ustozlarga, jafo chekdanlar, karxonchilarga, aziz ko'ruvchilarga, xizmatdoshlarimga, Mihriban anamga, japakesh dadamga, qarindoshlarımga, xizmatdoshlarimga, urug' tuqqanlarimga, bolalarimga hammalarga rahmat aytaman. Rahmat. Azmat, senchi? Men endi shu oshpazlik uyi jarayonida menga sharoit yaratib bergan ota-onamga hamda mening shu sahnaga chiqishi bo'lgan men tarbiyalagan ustozim Avcha Abdukarimga ko'p rahmat aytaman. Rahmat mayırlar sizlarga rahmatimizni aytamiz. Sizlarga yana bir qatim muborak bo'lsin. Albatta, bizning bu sahnamiz haqiqatan qaltis sahna. Bizning Ashpaziston talant sahnasi programmasi ekran oldidagi barliq tamoq etishni yaxshi ko'radigan, taom madaniyatiga qiziqadigan va shundaqla o'zining tamoq etish jihatidagi olayligini namoyon qilib keladigan do'stlarimiz uchun hozirlangan.
Şuna biz ekran aldaki barlıq dostlarını səhnimizə təklif qılımız. Proqramımızı öz vaxtında görüşdən unutulub qalmaqla. Bizim bugün proqramımız bu şeydə axırlaşdı. Tilək səni görüşəyli. Xeyir xoş. Xeyir xoş.